siz o'qituvchi sifatida maktabga borganingizda birinchi bo'lib turib siz bo'lasiz va o'quvchilar bo'ladi. O'rtada eng zo'r vositachi nutq bo'ladi. Agar nutqingiz zo'r rivojlangan bo'lsa, nutqingiz takomillashgan bo'lsa, o'quvchilarga shunchalik oson bo'ladi fikringizni yetkazib berish va tushuntirib berish, ular bilan yaxshi munosabat o'rnatish. Yana bitta hadis bor, agar eshitgan bo'lsangiz, al-amalu bin niyat. Nima bo'ladi o'zbekchasi? Amallar niyatga bog'liq deyiladi. Haqiqatan ham ma'lum bir kasb egalarini siz kuzatib, o'sha kasb egalarini suhbatlashganingizda, to'g'ri, formasidan harbiylarda ichki ishlar xodimlarini ajratib olishimiz mumkin. Hech qanday tashqi ko'rinishsiz suhbatlashib kasb egasini ajratib ko'rgansizmi? Suhbatlashib, siz o'qituvchimisiz? Siz shifokormisiz? Siz savdo bilan ishlaysizmi degan holatlarni eshitgansizlar. Demak, har bir kasb egasini nutqida uning kasb bilan bog'liq alomatlar ham demak sezilib turadi. Hozirgi hadisimizda bu juda ko'p ishlatiladi. El orasida ham yaxshi niyat yarim mol yoki bo'lmasam amallar niyatga bog'liq deyiladi. Keling shuni ilmiy asoslashga harakat qilamiz. Bu yerda hozir qanaqasiga amallar niyatimizga bog'liq bo'ladi, bizning taqdirimizni, niyatlarimiz bizning taqdirimizni o'zgartirishi mumkin. Tashqi nutq, ichki nutq va nozik nutq deb ajratdik. Tashqi nutq bu bizning 10 ta nutq a'zomiz bilan aytadigan tovushlarimizni tashqi nutq deb turamiz. Ichki nutq bizning o'y fikrlarimiz deb olamiz. Nozik nutq nima bo'ladi? Nozik nutq bizning hissiyotlarimiz, tuyg'ularimizga mos keladi. Bizlar ba'zan duo qilganimizda faqatgina tashqi nutq bilan so'raymiz, lekin fikrlarimiz boshqa bo'lsa-chi, unda ijobat bo'lishi qay darajada deb o'ylaysiz? Bizni tashqi nutqimiz bilan fikrlarimiz ham bir bo'lishi kerak. Lekin ba'zan shunda ham natija bo'lmasligi mumkin. Shunda yetishmayotgan narsa bizde hissiyotlarimiz, nozik nutq bo'ladi. Ya'ni ichki kechirmalarimiz, ya'ni ichidan so'rash yoki qalbdan so'rash deydi. Mana bu pog'onaga to'g'ri keladi. Mana buni demak tashqi nutq deb olamiz. Birinchisini birinchi etap bo'ladi. Ikkinchi etapimiz bu bizning o'y fikrlarimiz deb olamiz va uchinchisi esa bizning qalbimizdan, ya'ni tuyg'ularimiz, hissiyotimizdan chiqadigan fikrlar deb olishimiz mumkin. Shu uchalasi mushtarak bo'lib birlashsagina shunda demak biz butun niyatlarimiz amalga oshadi deb hisoblash mumkin.